Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Mustafa Minecraft. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Minecraftda qanday qilib olmosli mir savzat qilishni o'rgataman. Video boshlanishidan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz boshladik. Birinchi bo'lib bizga yangi mer ochib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yangi mer ochib olishimiz kerak bo'ladi. Difficulty'ni peaceful qilasizlar. World degan joyini bosasizlar. Va world type degan joydan super flat deb yozib qo'yasizlar. Customize degan joyini bosib presets bosasizlar. Presets va overworld deb bosasizlar. Overworld bosgandan keyin Minecraft dirt degan joyi bor. O'zi mana Minecraft dirt. O'shani dirt degan joyini o'chirasizlar. Dirt degan joyini o'chirib diamond deb yozasizlar mana. Diamond deb yozasizlar. Diamond pastki chiziqcha blok deb yozasizlar. Pastki chiziqcha blok va use preset bosib yana bir marta preset bosasizlar. Minecraft grass block turadi mana. Grass block. Shu grass degan joyini o'chirasizlar-da mana grass. Shu grass degan joyini o'chirib diamond deb yozasizlar va sozlat qilasizlar. Mana use preset on create new world. Bo'ldi. Bundan keyin sizlarda albatta o'xshaydi va almazli mir savzat bo'ladi do'stlar sizlarda. Va mana do'stlar mana o'xshadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta mana sizlarga hozir kreativga o'tib ko'rsataman buni qanaqaligini. Do'stlar hech qanaqa yolg'on emas, bu juda ham o'xshaydi. O'xshaydi bu do'stlar, hech qanaqa yolg'on emas. Qilib ko'rsanglar o'xshaydi, faqat mandagi qilishinglar kerak bo'ladi. Endi biz kreativga o'tamiz mana. Bu yerda qanaqadir tosh chiqadi, keyin o'pshi pastga qazib ketsanglar yana bedrock vasi pastda bedrock do'stlar. Sizlar bilan men Mustafa Minecraft bo'ldim. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu oltin ham chiqdi do'stlar mana. Hammaga xayr, короче.